O'rtoqlar, bilaman, Wikipedia'ni sog'ingan edinglar va shu sababdan ham hozir o'zi sizlar ikkita videoni birdaniga ko'rishinglar mumkin. Birinchisi bu bo'lsa, ikkinchisi sizni Click TV'da kutib turibdi. Qaynoqqina video. Ishoning, mavzusi juda ham zo'r. Bu mavzuyimiz ham bir oy oldin Click TV'da chiqqan edi. Ya'ni siz endi Click TV'dan obuna sotib olish orqali Wikipedia'ni har bir sonini bir oy oldin eksklyuziv tarzda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Click TV'da ko'ngilochar shoular, kinolar, filmlar, xullas hammasi bor. Assalomu alaykum. Wikipedia kanalida video chiqqaniga 1 yildan ko'proq vaqt bo'libdi. Bu katta vaqt, lekin mana shuncha vaqt davomida yangi video qachon chiqadi deb qo'llab-quvvatlab turadigan sizlar kabi obunachilarim borligidan juda ham xursandman. Va aynan sizlarning borligingiz bu kanalni qaytarishga turtki bo'ldi. 1 yil ichida nimalarni boshimdan kechirmadim. Bu voqealar, stresslar sabab menga bir fikr keldi. Qani endi vaqt mashinam bo'lsa-yu, o'tmishga qaytib xatolarimni to'g'rilasam va kelajagimni yanada yaxshilasam. Va mana shu fikr sabab bu video tayyorlandi. Shuni bilgurganingizdek, bugun siz bilan biz vaqt mashinasi haqida gaplashamiz. Bundan tashqari ushbu ko'rsatuvimizda siz vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinmi? Kelajakdan kelgan odam kim edi? Simpsonlar kelajakni qanday bilishadi? Van Gogh qanchalik to'g'ri bashorat qilgan? Vaqt mashinasini yaratish uchun nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak kabi savollarga javob topasiz. Keling avval har doimgidek mavzuni eng boshidan boshlaymiz. Vaqt mashinasi haqidagi tasavvur va g'oyalar bizga noma'lum bo'lgan qadim tarixdanoq paydo bo'lib ulgurgan. Faqat u davrdagi xalqlarda vaqtga sayohat qilish g'oyasi aniq texnologiya bilan emas, balki vahiylar, tushlar, ilohiy qudratlar orqaligina amalga oshirish mumkin deb ishonilgan. Masalan, Hind eposi bo'lgan Mahabharatda vaqt o'zgarishi va vaqt o'tishi bilan bog'liq g'aroyib tasvirlar bor. Yunon mifologiyasida bo'lsa, vaqt ilohiy kuchlar tomonidan boshqariladi deb qaralgan. Ya'ni aslida vaqtni boshqarish mumkin, lekin buning uchun odamda bunga yetarli qudrat bo'lishi kerak deb hisoblangan. Toki 19-asr oxiriga qadar vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligi shunday tasavvur qilingan bo'lsa, 1895-yilga kelib Herbert George Wells ismli yozuvchi o'zining Vaqt mashinasi nomli to'liq fantastik asarini taqdim qiladi. Kitob bosib chiqarilgach, vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligiga ishonuvchi odamlar soni keskin oshib, o'sha paytdagi ayrim olimlarni ham talvasaga solib qo'yadi. Bu asar asosida suratga olingan filmlarni menimcha hammamiz ko'rganmiz. Sevgilisi vafot etgach, uni qutqarib qolish umidida vaqt mashinasini ixtiro qilgan olim u yordamida 800 ming yildan ko'proq bo'lgan kelajak sari sayohat qiladi va Yerda insoniyatni ikki xil shaklga bo'linib ketganini guvohi bo'ladi. Xullas, 20-asrga kelib vaqt mashinasi haqidagi g'oyalar nafaqat adabiyotda, balki ilm-fanda ham tez uchrashni boshladi. O'sha paytni eng ko'zga ko'ringan olimlardan biri Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasi, ya'ni vaqt va makon o'zaro bir-biriga bog'liq deb qarashi vaqt mashinasiga ishonuvchi olimlarga ilmiy asos bo'ldi. Rostdan ham umumiy olib qaraganda bu nazariyalar vaqtga sayohat qilishni teoretik jihatdan imkonsiz emas deb ko'rsatadi. Keyinchalik koinot qa'rida qora tuynuklar kashf qilina boshlagach, qayrilgan makon va zamon egilish kabi tushunchalar paydo bo'la boshladi va bu ham adabiyotda vaqt mashinasi g'oyasini yanada rivojlanishiga asos bo'ldi. Bu g'oyalar asosida ko'plab filmlar suratga olingan. Kelajakka qaytib, Interstellar, Terminator shular jumlasidandir. Siz bilan biz bilgan vaqt mashinasini zamonaviy tushunchasi mana shunaqa uzoq yo'lni bosib o'tgan. Xo'p, g'oya qanaqa paydo bo'lganini bildik, lekin nimaga Wikipedia'da aynan bu mavzuni tanladik? Buni bir nechta sababi bor. Birinchisi, bolaligimda vaqt mashinasi haqidagi filmlarni ko'rganimda, men ham mana shu mo'jizaga qisman ishonardim. Qachondir vaqt mashinasi ixtiro qilinsa, men qaysi yillarga borgan bo'lardim deb o'zimga savol berardim. Ikkinchi sababi, biz insonmiz va juda ko'pchiligimiz xato qilishdan qo'rqamiz. O'tmishimizda bo'lsa bunaqa xatolar talaygina va ularni to'g'rilashga bo'lgan xohish-istak bizni vaqt mashinasini yaratishga undayveradi. Uchinchi va eng asosiy sababi internetdagi vaqt mashinasini borligini isbotlaydigan rasm va videolar.
Vaqt mashinasi haqida gap ketganida internetda mashhur bo'lgan video va suratlarga alohida to'xtalib o'tmaslik katta xato bo'ladi. Chunki aynan mana shu materiallar vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligining yagona isboti bo'lib qolmoqda. Hozircha Xitoylik imperatorning tarixiy qabridan topilgan zamonaviy soat. 1941-yilda olingan suratga tushib qolgan kelajakdan kelgan odam. Qadimiy Misr iyerogliflarida qayd etilgan hozirgi zamonaviy texnologiyalar. 16-asrda qurilgan cherkov peshtoqidagi kosmonavt haykalchasi. 1995-yil boks jangidagi smartfon. Simpsonlar multseriali va Vanganing bashoratlari. Ana, aytmaganmidim. Vaqt mashinasi bor. Bor deyman, ishonmaydi. Mana isbotda. Aynan mana shunday deydiganlar uchun shu kabi qo'shtirnoq ichidagi dalillarni ayrimlariga to'xtalib o'tamiz. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Jumboqli soat. ...2008-yilda bir guruh arxeologlar Xitoyning Shanxi provinsiyasida Ming sulolasi davriga oid, ya'ni 400 yil avvalgi imperator qabri rekonstruksiya maqsadida qazilayotganini va bu jarayonda kichik oltin uzukka o'xshagan soat topilgani haqida xabarlar tarqalgan. Shveysariyada ishlab chiqarilgani taxmin qilingan ushbu soat haqidagi xabarni ayrim saytlar vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligini isbotlovchi dalil deb talqin qilishdi. Ammo aslida nima bo'lgan edi? Hech qanday rasmiy ilmiy manbada bu topilma tasdiqlanmagan. Xitoy hukumati yoki kattaroq yirik arxeologik institutlar bu soat topilgan haqida hech qachon hech qayerda rasmiy bayonot bermagan. Bu haqida yozgan veb-saytlar asosan noaniq, havolasiz manbalarga tayangan. Xitoy arxeologlari o'zlari bu voqeani soxta xabar deb atashgan. Voqeani ko'tarilishi ortidan hattoki Xitoy hukumati soat haqidagi asossiz maqola uchun The Epoch Times nashrini ham sudga bergan. Taxminlarga ko'ra soat 2000-yillar boshida ishlab chiqarilgan o'yinchoq uzuk bo'lishi mumkin, yoki katta ehtimol bilan u bundan avvalgi rekonstruksiya paytida qabr ichiga tasodifan tushib qolgan. Qabr bir necha bor rekonstruksiya qilinganini ham unutmaslik kerak. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Kelajakdan kelgan odam. Bu suratga diqqat bilan qarang, chunki bu internetda juda ham katta mashhurlikka erishgan rasm. Lekin quyoshdan saqlaydigan ko'zoynak, talstovka va zamonaviy logotipli futbolka kiygan. Bularning bari mayli-kuya, yigit qo'lida kichik kamera ushlab turibdi. Ba'zan bu yigitchani 1940-yildan kelgan hipster yoki zamonaviy hipster fotosuratchi deb atashadi. Birinchi savol. Xo'p, bu kelajakdan kelgan odam deylik. Nimaga u aynan Kanadadagi ko'prik ochilishiga borgan? 1941-yilda Ikkinchi jahon urushi bo'layotgan bir paytda Kanadadagi ko'prik faqat bitta imkoniyat bor, yo o'tmishga yo kelajakka, qayerga borishni bilmayapman. Tak. Hey, Ronaldoni Juventusga golni urgan bilasanmi? Akrobat urgan. O'shani ko'rib kelsa-chi? Yo'q, o'tmishga qaytgim kelmayapti-da. Unda kelajakka borib, Elon Musk odamlarni Marsga jo'natmoqchidir. Jo'natdim, o'shani ko'r. Kelajak ham zerkarli to'p. O, topdim, to'yimni ko'raman. Dalbay. Surat haqiqiy. U rostdan ham 1941-yilda olingan va hech qanday Photoshop qilinmagan. Ammo rasmda ko'rsatilgan odam zamonaviy emas. O'zi bu odamni kelajakdan kelgan deyishiga sabab ko'zoynagi, M-printli futbolkasi, ustidagi sviteri va qo'lidagi kamerasi. Bu yigit o'sha davrdagi boshqa odamlardan biroz farq qilsa-da, u kiygan kiyim va ushlab turgan kamera o'sha zamonda mavjud bo'lgan. Masalan, futbolkasi 1920 va 1930-yillar orasida mashhurlikka erishgan Montreal Maroons xokkey jamoasiga tegishli. Futbolkani ustidan kiyib olgan sviteri esa 1930-yillardan beri urfda bo'lgan. Ko'zoynak ham o'sha davrga xos, ya'ni ajablanarli hech narsa yo'q. Qo'lidagi kamera katta xolam gapiradimi? Gapirini ham aqli yetsa. O'zi kameralar qachon kashf qilinganini bilasizmi? Suratdagi ayni kamera Kodak Folding Pocket modeli yoki kamida shunga o'xshash va bu turdagi kameralar 1897-yilda ishlab chiqarish boshlangan. Mendan 100 yosh katta
Tasavvur qilyapsizmi? Suratda shunchaki boshqalardan ko'ra qulayroq kiyingan yigit hozirgi zamonda ne shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Siz ham odamlar nima deydi demasdan o'zingizga qulay kiyinadigan bo'lsangiz, tarixda qolishingiz hech gap emas. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Sirli ierogliflar. asr boshida bir surat internetda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Sababi unda zamonaviy texnologiyalarni eslatuvchi qadimiy Misr ierogliflari tasvirlangan. Ko'plab ko'rsatuvlarda bu bitiklar kun mavzusiga aylandi. Konspirologlar esa qadim tarixda sivilizatsiya bo'lgani yoki vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligi haqidagi da'volarni yana ko'tarishdi. Ha, bu ierogliflar rostdan ham bor va u joylashgan bino qadimgi Misrda Seti I tomonidan qurdirilgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Seti I miloddan avvalgi 13-asrda ibodatxonani qurdirishi boshlangan. Keyinchalik ibodatxona uning o'g'li Ramzes II tomonidan yakunlangan. Bu ibodatxona 19-asrga kelib, yevropalik tadqiqotchilar tomonidan o'rganila boshlangan. Yuqorida ko'rsatilgan bitiklar ibodatxonaning birinchi kichik zalining g'arbiy devoriga yaqin ustunlar shiftiga o'yib yozilgan va ibodatxonaning bu qismi 1800-yillarning ikkinchi yarmida qayd etilgan. Ammo u davrda bu yozuvlar faqatgina ilmiy qayd etish uchun hujjatlashtirilgan xolos, ommaga umuman ochiqlanmagan. Keyinchalik 1990-yillarda Obidaga tashrif buyurgan turistlardan biri bu shiftni suratga olgan va rasmni internetga joylashtirgan. Rasm nimaga mashhur bo'lgani hammamizga ma'lum, chunki unga bir qarashda vertolyot, tank va samolyot, yana qanaqadir noma'lum uchar jismni ko'rish mumkin. Lekin 2000-yillarning o'rtalariga kelib o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu belgilar 2 qavat yozuv sabab mana shunday ko'rinishga kelgan. Hozir soddaroq tushuntiraman. Ibodatxona qurilishini boshlab bergan Seti I o'z hukmronligi davrida bu inshoot peshtoqiga o'zini maqtovchi, u misrliklarni 9 dushmanlarini mag'lub etuvchidir degan so'zlarni yozdirgan va bu yozuvlar mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Keyinroq uning o'g'li Ramzes II bu yozuvlarni o'zgartirishni xohlab qoladi va eski bitiklarni gips bilan suvab yopib tashlaydi. Ustidan esa Misrni himoya qilgan, dushmanlarni mag'lub etgan degan so'zlarni yozdiradi. Bu yozuv mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan eski yozuv ustidan suvalgan gips mo'rtlashib, to'kilib tushishi oqibatida yozuvlar ustma-ust bo'lib shu ko'rinishga kelib qolgan. Yozuvlar-ku mayli ustma-ust bo'lib qolgandir, lekin butun boshli haykalchi u qanaqa qilib paydo bo'lib qoldi deyishi mumkin. Mana bu suratni ko'rgan odamlar. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. 16-asr astronavti. Tushunib ulgurganingizdek, gap Ispaniyadagi Salamanca saborida joylashgan kosmonavt haykalchasi haqida ketyapti. Diqqat qiling, sabor 16-asrda qurib bitkazilgan. Unda zamonaviy kosmonavt haykalchasi qayerdan keldi? Buni javobi ham juda oddiy. Cherkov 1992-yilda restavratsiya qilinadi, ya'ni qayta ta'mirlanadi va bu jarayonga Geronimo Garcia de Quiñones ismli haykaltarosh jalb qilinadi. Menimcha, hamma uning ismini aytishga qiynalgan bo'lsa kerak. Shu sababdanmi haykaltarosh ismini tarixda qolishini xohlab, cherkov devoriga zamonaviy detallar qo'shgan. Restavratsiyadan keyin bu saborga tashrif buyurgan turistlarga bu haykalchalar haqida xabar berishmagan shekilli, sayyohlardan biri astronavt haykalidan ajablanib uni suratga oladi va internetga joylashtiradi. Qarabsizki, yana vaqt mashinasi haqidagi muhokamalar avj oladi. Eng qizig'i, saborda zamonaviy detal qo'shilgan haykal faqat shugina emas. Diqqat qiling. Baraban ovozi, to'nqayib muzqaymoq yalayotgan sher. Lekin bularning hech biri Mike Taysonning 1995-yildagi jangida tomoshabinlarning orasida smartfon ko'tarib olgan odam kabi shov-shuv bo'lmagan. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Kelajakdan kelgan odam 2. Mike Tyson 1995-yil 19-avgust kuni Peter McNeely'ga qarshi jangga chiqadi. Bu jang Mike Tysonni qamoqdan chiqqanidan keyingi ilk jangi bo'lgani uchun unga "He's back" deb nom berishadi. Birinchi raund boshlanish arafasida tomoshabinlardan biri jangni smartfon yordamida videoga olayotgani kadrga tushib qolgan.
Keyinchalik hozirgi kundagi zamonaviy telefonlar ommaviy ishlab chiqarilishi boshlangach, videodagi bu detalga e'tibor qaratib, ayni shu odam kelajakdan kelgan bo'lishi mumkin degan taxminlar yana urchiydi. Ana endi savol, 1995-yilda hali smartfonlar ishlab chiqarilmagan davrda bu odamning qo'lidagi qurilma nega atrofdagilarning e'tiborini tortmadi? Axir u hamma uchun yangilik bo'lardi-yu. 1995-yilda kichik qo'l kameralari ommalashishni boshlagan edi. Daikin Logitech kameralari ham ayni videodagi modelga juda o'xshaydi. Lekin eng yaqin keladigan model bu Fujix kompaniyasiga tegishli Hi8 modelidir. E'tibor bering, kamera joylashuvi, hattoki tutqichlari ham ayni bir xil. Va bu kamera 1993-yilda ishlab chiqarilgan inobatga oladigan bo'lsak, ajablanarli hech narsa yo'q. Bu xuddiki 2 yil oldin chiqqan telefon modeliga hayratlanishga o'xshaydi. Вот это поворот! Bunaqa fake rasm videolar internetda talaygina, ularni har biriga alohidadan to'xtalib o'tish to'g'risi mantiqsizlik. Shunchaki bunaqa g'ayritabiiy rasm videolarni ko'rganda, shularga mos g'ayritabiiy tarzda fikrlab ko'rsangiz bo'ldi. Hammasi ayon bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun vaqt mashinasi haqida gap ketganda, kelajakni bashorat qila oladiganlar alohida tilga olinadi. Va bilasizki, bularning ichida eng mashhurlari Vanga va Simpsonlardir. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Vanga bashoratlari. Agar internetga shunday savol bilan yuzlanadigan bo'lsangiz, albatta ushbu ma'lumotlarga duch kelasiz. U 1911-yil 31-yanvarda bir kichik Strumitsa shaharchasida dunyoga kelgan. Bu shahar o'sha davrlarda Usmonli imperiyasiga tegishli edi. Keyinchalik Bolgariya tarkibiga kiritilgan. Birinchi jahon urushidan keyin esa Serbiyaga sovg'a qilingan. Hozir esa u Shimoliy Makedoniyaga qarashli. Xullas, Vanga ayni shu shaharda 12 yoshligida changli quyunda qolib ketadi va ko'rish qobiliyatidan mahrum bo'ladi. Lekin bu fojia ta'sirida u kelajakni bashorat qila oladigan ilohiy kuchga ega bo'lib qoladi. Uni bashoratlari birma-bir amalga osha boshlaydi. Masalan, Ikkinchi jahon urushida Germaniya mag'lubiyati, Chernobildagi portlash, Jon Kennedyning o'ldirilishi, 11-sentyabr fojiasi. O'z vafotining aniq sanasi. Xo'sh, bularning hammasi haqiqatmi? Конечно, yo'q. U 12 yoshlik paytida, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 1922-yilda u yashagan shaharchada changli quyun bo'lgani haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q va bu gidrometeorologiya tomonidan isbotlangan fakt. Lekin ba'zi manbalarda o'sha yili o'sha shaharchada 12 yoshli zo'rlangan qiz topilgani, jinoyatchi qiz uni tanib qolmasligi uchun uni ko'zlariga o'tkir suyuqlik quygani haqida xabarlar bor. Bashoratlarga keladigan bo'lsak, hech qaysi manbada yuqoridagi bashoratlarni aynan Vanganing o'zi aytgani haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. U asosan umumiy tashxislar qo'ya olgan. Katta halokat, qon to'kilishi, yong'in, osmondan nimadir tushishi. Bu istalgan yilda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan va hattoki hozirgi kunda sodir bo'lib kelayotgan hodisalar. Xo'p, aytaylik u bashorat qila oladi. Ana endi savol, nimaga aynan u 2020-yildagi koronavirus pandemiyasi haqida hech narsa demagan? Axir padarlanati virus hammani uyiga qamab qo'ydi-yu. Nahotki mana shunday olamshumul voqeani biz buyuk bashoratchimiz ko'ra olmagan bo'lsa? U tiriklik paytidayoq bir nechta jurnalistlar u bashorat qila olmasligini isbotlab bo'lishgan. Hattoki o'limidan 6 yil avval, ya'ni 1990-yilda Bolgariya Fanlar akademiyasi Vanga faoliyatini o'rgangan va u ilmiy asos bilan kelajakni bashorat qila olish imkoniyatiga ega emas deb xulosa chiqargan. Lekin ular Vanganing inson psixologiyasini juda yaxshi tushunishini alohida qayd etishgan. Menimcha uni qobiliyati ham aynan shu bo'lgan. Ya'ni u har bir insonning hissiyotini his qilib, har bir odamga ayni uni o'ziga yoqadigan gapni gapira olgan. Hozir aytadigan ma'lumotim kulgulimi yoki ayanchlimi, bunga o'zingiz baho berasiz. Xullas, Vanga 1996-yilda ko'krak saratoniga chalinadi. Doktor esa unga tezroq operatsiya qilish kerakligi, bo'lmasa Vanga vafot etishi mumkinligini aytib ogohlantiradi. Vanga esa yo'q, shart emas, hali 3 yil umrim bor, men 3 yil yashayman deb operatsiyadan bosh tortgan va 1-2 oydan keyin vafot etgan. To'g'ri, qari kampir ustidan kulish g'alati,
Qolaversa u o'lib ketgan, lekin o'zini o'limini bashorat qila olmaydi. Xullas, shunaqa ayanchli hikoya. Hukumat Vangani bashoratlari hech narsaga yaramasligini bilsa-da, u haqida tinmasdan ovoza qilib, turistlar oqimidan yaxshigina pul ishlagan. Hattoki Vanga istiqomat qiladigan qishloq atrofiga bir nechta mehmonxonalar ham qurilgan. Ko'zi ojiz bechora Vanga butun umri davomida hamma undan foydalanadigan qo'g'irchoqqa aylanib qolgan. Hattoki KGB ham ayrim odamlar haqida ma'lumotlar to'plash uchun ularni Vangaga yo'naltirib, Vanga orqali ularga ta'sir o'tkazishga harakat qilgan. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Simpsonlar bashorati. Uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan Simpsonlar multfilmi doim muhokamalar markazida. Bunga sabab multfilmdagi ayrim sahnalar oradan biroz vaqt o'tgach, real hayotda ham sodir bo'lishidir. Ya'ni Simpsonlar kelajakda yuz beradigan voqealarga ishora qilib bashorat qilishadi. 11-sentyabr fojiasi, Ebola virusi, zamonaviy texnologiyalar, Trampning prezident bo'lishi. Bu ro'yxatni jon deb davom ettirishim mumkin, lekin to'g'risi yana ko'nglim aynib ketadi deb qo'rqaman. To'g'ri, o'zim ham bolaligimda konspirologiyaga qiziqqanman. Lekin multfilm bashorat qila olishiga ishonish uchun odam qanchalik ahmoq bo'lish kerak? 2001-yil 11-sentyabr fojiasi haqida hammamiz bilamiz, lekin Simpsonlar 4 yil oldin, teraktdan 4 yil oldin mana shu voqeaga ishora qilishganmish. Как бы я хотела побывать в Нью-Йорке, мы можем поехать на автобусе. Всего $9. Свой я плачу. Tushunmadim. Buni nimasi bashorat? Rasmda ikkita bino borligi va bilet $9-ligimi? Rasmda ikkita bino bo'lishi tabiiy, chunki o'sha paytda Nyu-Yorkda rostdan ham ikkita bino bor edi. O'zi Nyu-York deganda xayolingizga nima keladi? Empire binosi, ozodlik haykali bo'ldimi? 2001-yildan oldin odamlarga Nyu-York haqida gapirganingizda ular yana bir inshootni ko'z oldilariga keltirishgan. Bu ayni o'sha egizak binolar edi. Bu xuddiki Dubay haqida gap ketganda Burj Xalifani tasavvur qilgandek gap. 2001-yildan oldingi barcha kino multfilmlarda Nyu-York tasviri ko'rsatilganda ayni egizak binolar ko'rsatilgan. Chunki bu bino tom ma'noda Nyu-Yorkni tashrif qog'ozi edi. Agar rostdan ham bashorat qila olishganida, mana shu rasmdagi binolar oldiga samolyotda ham rasmini chizib qo'yishsin edi. Mana o'shanda ishonardim. Ebola virusiga keladigan bo'lsak, bu seriya 1998-yilda chiqqan. To'g'ri, u payt Ebola virusi yo'q edi. Desam ishonmang. O'zi kimdir nimadir desa shunchaki ishonib ketavermang, surishtiring, aniqlashtiring. Ebola virusi, diqqat qiling, ilk bor 1976-yilda fanga ma'lum bo'lgan. Shundan buyon bu virus bir necha marotaba o'zini yaxshigina ko'rsatgan. Deyarli 3-4 yil oraliq bilan virusning yangi to'lqinlari odamlarni bezovta qilib kelgan. Simpsonlar esa kun mavzusiga aylangan virusni o'z multfilmlarida namoyish qilishgan xolos. Bu seriya chiqqanidan keyin 17 yil o'tib, Ebola virusi yana bir marotaba avj oldi va ko'plab insonlarni o'limiga sabab bo'ldi. Bu voqea yana takrorlanmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Shu sababdan ham hozir men ham Ebola virusi haqida bashorat qilishim mumkin. Xo'p, koronaviruscha, aqlli? Koronavirus bilan ham xuddi shu holat. Aslida koronavirus katta bir viruslar oilasi bo'lib, bir nechta shtammlarni o'z ichiga oladi. COVID-19 ayni siz bilan biz boshimizdan kechirganimiz. Ma'nosi 2019-yilda qayd etilgan koronavirus bilan bog'liq kasallik degani. Keyinchalik u og'ir tus olishni boshlagach, unga SARS-CoV-2 shtamm nomi berildi. Ma'nosi og'ir o'tkir nafas yetishmovchiligini koronavirus bilan bog'liq ikkinchi to'lqini degani. Ikkinchi to'lqin? Ha, ajablanmang. Birinchi to'lqin 2003-yilda bo'lib o'tgan. O'shanda ham asosiy pandemiyadan 1 yil oldin 2002-yil noyabrda Xitoyning Guangdong provinsiyasida noma'lum pnevmoniyaga o'xshash kasallik tarqalishi qayd etilgan. Keyinchalik 2003-yil fevral-mart oylariga kelib, virus Gonkong, Kanada, Singapur, Vyetnam va boshqa davlatlarga tarqala boshlagan. 2003-yil aprel oyida esa olimlar uni yangi turdagi koronavirus ekanini aniqlashgan. Umumiy holatda 26 ta mamlakatda 8096 ta insonga yuqishga ulgurgan bu virus o'sha yili 774 ta odamning o'limiga sabab bo'lgan.
Eng qizig'i, aslida bu ham koronavirusni ilk bor aniqlanishi emas. Uni birinchi bor fanga ma'lum bo'lgan, ya'ni qayd etilgani 1960-yillar boshida sodir bo'lgan. Bu viruslar turli shtammlarda bo'lishiga qaramay, ko'rinishi deyarli bir xil bo'lgani uchun ularga umumiy qilib koronavirus oilasi deb nom berilgan. Bu esa o'sha ilk tadqiqotlardan suratlar. Qisqa qilib aytganda, koronavirus haqida 1960-yildan avval kimdir gapirgan bo'lganida ana o'shani bashorat deyish mumkin bo'lardi. Ularni yana bir mashhur qo'shtirnoq ichidagi bashoratlardan biri bu Trampning prezident bo'lishidir. Qarang, hattoki mayda detallarigacha bir xil. Aslida bu video ham Trampning prezident bo'lganidan keyin Fox Animation Studios tomonidan hajviy parodiya sifatida ishlangan qisqa epizod xolos. Trampning qiyofasi Simpsonlar multfilmida umuman ko'rsatilmagan. Umuman mutlaq ko'rinmagan u. Lekin Faqatgina 2001-yildagi bir epizodda Tramp prezident bo'lishi oqibatlari tilga olingan xolos. Как известно, президент Трамп потратил наш бюджет. Donald Trump 1999-yilda boshlovchi Larry Kingga bergan intervyusida kelasi saylovda prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishni aytgan edi. Saylovga yaqin Trump bu fikridan qaytgan bo'lsa-da, multfilm ijodkorlari bu aktual mavzuni qo'ldan boy berishni istashmaydi va bordiyu Trump prezident bo'lsa, hukumat tanazzulga yuz tutishini epizodlardan birida ta'kidlab o'tishni istashadi. Oradan 16 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2017-yilda esa hech kim kutmagan natija ro'y berdi. Ya'ni Donald Trump rasman Amerika prezidentiga aylandi. Internetda tarqalgan video ayni o'sha 2017-yilda saylov natijalari ma'lum qilingandan keyingina paydo bo'lgan. Multfilmda ko'rsatilgan ko'plab zamonaviy texnologiyalar rostdan ham bashorat qilingan. Lekin buni bashorat deb ham bo'lmaydi-da. Bu ko'proq ilmiy taxmin deyishga mos keladi. Bu nimaligini hozir tushuntiraman. Telefonlar ixtiro qilingach, ko'plab olimlar kelajakda video qo'ng'iroqlarni ham amalga oshirish mumkinligiga ishonishgan va bu bo'yicha bir nechta konsepsiyalar ham namoyish qilingan. O'sha davrlarda video qo'ng'iroqlar turlicha tasavvur qilingan. Simpsonlar multfilmi ham epizodlardan birida o'z variantini taqdim qilgan xolos. Virtual ko'zoynaklar bilan ham xuddi shu voqea sodir bo'lgan. Mana, bir nechta eski filmlardagi virtual ko'zoynaklar. Bu esa NASA taqdim qilgan variant. Mana bunisi esa Simpsonlarniki. Ha, ular juda ham yaqin kelishgan, chunki ular keyinchalik video o'yinlarni mana shunday virtual ochkilar yordamida o'ynash mumkin deb qarashgan. Simpsonlar multiseriali bashorat qilgan deb da'vo qilinadigan boshqa holatlar ham aslida ularning kun mavzusi, bo'layotgan hodisalarga shaxsiy qarashlari, o'z tanqidlari bo'lgan xolos. Ayrim sahnalar ijodkorlarning trolling mahsulidir. Masalan, 1998-yilgi yana bir epizodda 20-asr Fox studiyasini Walt Disney sotib olishiga ishora qilishgan. Oradan taxminan 20 yil o'tib, rostdan ham Disney kompaniyasi Fox studiyasini sotib oldi. Lekin negadir hamma ayni shu epizodini gapirib, boshqa sahnalarda ham Simpsonlar Disney kompaniyasini doimiy tarzda trolling qilib kelganiga e'tibor qaratishmaydi. Xullas, nima demoqchiman? Hech narsa demoqchi emasman. Kelajakni bashorat qilib bo'lmaydi. Vaqt mashinasini yaratishni umuman ilojisi yo'q. Agar yaratish mumkin bo'lganda ham Nikola Tesla, Albert Einstein kabi olimlar yaratgan bo'lardi. Nimaga bunaqa deyotganimning sababi, agar bordi-yu vaqt mashinasi yaratilgan taqdirda ham aynan Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasi bunga asos bo'lgan bo'lardi. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Nisbiylik nazariyasi. Xo'p, aslida bu qanaqa nazariya? Unga ko'ra, vaqt nisbiy tushunchadir. Bo'ldimi? Qaysi bloger videosini ko'rmang, nisbiylik nazariyasi haqida gap ketganda ayni shu gapni gapirishadi. Vaqt nisbiy tushuncha. Xo'p, Einstein shunaqa degan, lekin bu nima degani, ma'nosi nima? Xo'p, nisbiylik nazariyasini boshlashdan oldin biz tushunishimiz kerak, что umumiy nisbiylik nazariyasi bor va maxsus nisbiylik nazariyasi bor. Maxsus nisbiylik nazariyasini aytishi bo'yicha koinotdagi har yerlardagi vaqt bir xil oqmaydi. Ya'ni biz qanchalik tez harakatlansak, vaqt shunchalik astroq kechadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, massa ham orta boshlaydi va uchinchisi, obyektni uzunligi qisqara boshlaydi.
Endi misol keltiraman. Misol uchun ombor bor deb olaylik. Mana shu ombor deb aylaylik. Mana shuni. Omborda taxta bor deylik. Mana shu uzunligi 10 metr. Bu 2 metr. E, Agar taxtani shunchalik yorug'lik tezligiga yaqinlashtirib tezlashtirsak, o'zida mana shu taxta ichiga siqib oladi. Ya'ni bu 10 metrlik narsa 2 metrlik bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Bo'ldi. Endi umumiy nisbiylik nazariyasiga o'tamiz. Umumiy nisbiylik nazariyasi bizga nima deydi? Gravitatsiya bu kuch emas. Gravitatsiya bu shunaqa narsaki, og'ir obyektlar makonda qayirganligi uchun unda o'ziga egiladi. Trayektoriyalarni o'ziga egilganligi uchun o'ziga gravitatsiya hosil qiladi. Ya'ni aslida gravitatsiya yo'q, bu illyuziya. Biz esa o'sha kuchni hisoblaymiz. Misol, vaqt misolini keltirishim mumkin. Qora tuynukdan oldida vaqt sekinroq kechadi. O'sha Kristofer Nolanning kinosidan ham ko'rganmiz. Xuddi shunaqa haqiqatan ham bor, shunaqa ham bo'ladi. Bu yerda bitta savol tug'ilishi mumkin. Agar yorug'lik tezligiga tez yaqinlashsak, demak vaqt sekinlashadi. Yorug'lik tezligi bo'lmasa, vaqt to'xtaydimi yorug'lik tezligi uchun degan savol tug'iladi. Bu yerda bitta javob bor. Ya'ni qanday desam, ha ham bo'lmaydi, yo'q ham bo'lmaydi. Gap shundaki, misol uchun Quyoshdan yorug'lik foton chiqib Yerga kelguncha 8 minutdan ko'proq vaqt o'tadi. U biz uchun nisbatan. Yorug'lik uchun esa tug'ilib bo'lgunicha 0 sekund vaqt o'tadi. Ya'ni qanchalik uzoq masofa bo'lmasin, yorug'lik o'shadan tug'ilib bo'lgunicha 0 sekund vaqt o'tadi. Xuddi shunday, biz ham yorug'lik tezligi bilan harakatlansak, biz uchun ham xuddi shunaqa. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib o'taman. Bizni o'rab turgan bu borliqdagi hamma narsa yorug'lik tezligida harakat qiladi. Jumladan siz ko'rib turgan obyektdan chiqayotgan yoki aks etayotgan fotonlar ham. Ya'ni ham soddaroq tushuntiraman. Har bir obyekt biz uni ko'rishimiz uchun fotonlar, ya'ni yorug'lik zarralari tarqatadi yoki qaytaradi. Agar obyekt o'zi yorug'lik chiqarsa, masalan, quyosh, chiroq, yulduz, u ichidagi energiya jarayonlari tufayli fotonlar hosil qiladi va ularni yorug'lik tezligida atrofga tarqatadi. Agar obyekt yorug'lik chiqarmasa, masalan, stol, odam, uy, u boshqa manbadan kelgan fotonlarni o'z yuzasida qaytaradi yoki sochadi. Bizning ko'zimizga shu qaytgan fotonlar keladi va miyamiz uni tasvir sifatida qabul qiladi. Ya'ni biz ko'rib turgan tasvir qarshimizdagi obyekt bizdan qancha masofa uzoqdaligiga qarab turli davrlarniki bo'lishi mumkin. Eng oddiy misol, Quyosh bizdan 8,5 daqiqa yorug'lik tezligidagi masofada joylashgan. Biz Quyoshga qaraganimizda uni 8,5 daqiqa avvalgi holatini ko'ramiz, ya'ni tarixni. Tasavvur qilishingiz uchun, agar hozir kimdir Koma klasterida joylashgan biror yulduz yoki sayyoradan turib, ulkan teleskop yordamida Yer sayyorasiga qarasa, u Yura davrini o'rtasini ko'radi, ya'ni dinozavrlar erasini. Chunki Yer sayyorasi aks ettirayotgan fotonlar Koma klasteriga yetib borishi uchun 150 million yil kerak bo'ladi. Agar siz o'tmishingizni ko'rishni istasangiz, o'sha paytda sizdan tarqalgan fotonlardan tezroq harakat qilishingiz kerak. Buning uchun yorug'lik tezligidan tezroq harakat qilish zarur. Gapirish oson-a? Yorug'lik tezligi konstantada hisobga olinadi. Chunki bu izlashingiz mumkin, olimlardan so'rashingiz mumkin. Bu narsaga men javob topa olmadim. Shunchaki mana qanday desam, 1 kilogramm tosh 1 kilogramm bo'lgandek, xuddi yorug'lik tezligi ham shunday maksimal. Ha, mana bu bir ikkita miniy частица deyiladi, ya'ni zarrachalar, ular bor. Vaqtda orqaga harakatlanadigan zarralar bor deyishadi, lekin ular faqat nazariy. Hozircha ularning borligi tasdiqlanmagan. Yana bir narsa, kvantoviy запутанность degan narsa bor. Bu savolga javob bera olsam. Xullas, u shunaqa narsaki, ikkita zarralar bor, spin deyiladi. Ya'ni bittasi tepaga qaragan bo'lsa, ikkinchisi 100% pastga qaraydi. Mana shu zarrani olamizda ikkiga bo'lamiz. Bittasi tepaga qarasa, bittasi 100% pastga qaraydi. Bu ham xuddi shu nimaday qanaqa masofa bo'lishidan qat'iy nazar, koinotda u chetidan bu chetiga bo'ladimi, farqi yo'q. Agar bir tarafi bittasi tepaga qaragan bo'lsa, ikkinchisi 100% chap tarafga qaraydi. Ya'ni ma'lumotni yetkazish tezligi yorug'lik tezligidan ham tezroq. Buni shu yorug'lik tezligidan tezroq deb o'ylashadi, lekin bu narsa bo'yicha hech qanday ma'lumotni yetkazib bo'lmaydi. Shu narsa yorug'lik tezligidan tezroq. Qolgan massasi bor obyekt yorug'lik tezligidan baland harakatlanmaydi. Keling yurakni yanada kengroq qilib tasavvur qilishda davom etamiz. Boring, yana biz yorug'lik tezligidan tezroq harakat qilishni ham uddaladik deylik.
Ana endi miyangizni portlataman. Tasavvur qiling, siz bizdan 10 daqiqa yorug'lik tezligi masofadagi biror bir sayyoraga bormoqchisiz. Sizni parvozingiz soat 12:00 da boshlanadi. Mana shu parvoz boshlangach, siz yorug'lik tezligidan tezroq harakat qilib, siz uchun vaqt to'xtagandek bo'ladi. Ana o'sha 12:00 ni o'zida o'sha sayyoraga bora olsangiz va u yerdan ulkan teleskop yordamida yerga qarasangiz, o'zingizni parvozga harakat qilayotgan nusxangizni ko'rasizmi? Agar uni ko'rgan taqdiringizda ham teleskopdan ko'z uzmasangiz, mana shu egizagingiz, ya'ni kloningiz borib siz bilan ko'rishadimi? Yoki bu harakatingiz parallel olamni yaratadimi? Parallel olam degan olam bo'lishi mumkinmi degan savolga bunday javob beraman. Aniq dalil yo'q, aniq javob yo'q. Faqat hozircha hammasi nazariya. Lekin bu savol qayerdan kelib chiqqan o'zi olimlarning nimasiga, xayoliga? Xullas, koinot, mana koinotni tayyorlashni mana Big Bang deydi-ku, katta portlashni shu tort tayyorlash bilan nima misolda olaylik. Tort tayyorlash uchun bizga 100 gram un, tam 2 ta tuxum va pechkada 200 gradusda bir 5 minut ushlashimiz kerak. Xuddi shunaqa nastroykasi bor katta portlashni ham. Misol uchun koinot konstantasi deydi. U 0.2 ta 0, undan keyin 11.056 ga teng. Ya'ni shunchalar nima yuvelirlik darajada sozlanganki, uni prosta o'zidan o'zi shunday bo'lib qolgan deyish qiyin. Shunaqa konstantadan yana ikkitasi bor. Mana bu atom bilan elektronlarni nima qilishi, magnitni bo'ladi. Shunaqa narsa. Ya'ni shu 3 talasi kamida 21 ta 0 dan keyin o'sha sonlari turadi. Shunchalik yuvelir darajada sozlanganki, uni bu savolga javob topish uchun o'zidan o'zi paydo qolmagan deyiladi yana 100%. Ikkita javob bor. Bu birinchisi, ya'ni qanaqadir yaratuvchi bor. Ya'ni bizning misolimizda Alloh bo'lsin, Xudo bo'lsin va hokazo. Ikkinchi misol esa javob, ya'ni bu katta portlash bitta bo'lmagan. Ya'ni makonda ikkita, uchtalab yo millionlab portlashlar yuz bergan. O'shanda bizni koinotimiz unikal. Ya'ni bizni koinotimizga shunaqa parametrlar tushib qolganki, biz yaralganmiz va hozir ko'rib turgan narsani ko'rib turibmiz. Balki misol uchun 10 ta deylik, 10 ta portlash bo'lgan, 10 tadan bittasi bizda qolganmiz. Qolganlarda koinot portlab, yana qaytib o'ziga yopilib paydo bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qolganlarida misol uchun shunaqa qoida bo'lganki, temir bo'lmagan, boshqa narsa bo'lgan, plastmassa bo'lgan. Ya'ni bu narsa уже fantastikaga uchun juda katta zo'r ssenariy beriladi. Xohlagan narsani o'ylab mumkin va xuddi shunday, ya'ni biza boshqa dunyoda kimdir biznesmen bo'lgan, kimdir anavi bo'lgan degan teoriyalar kelib chiqaveradi bu narsa. Multiolam tasdiqlansa, teoriya strun deydi. Mana strunalar teoriyasi tasdiqlanadi va boshqa planetalarga o'tishni уже o'ylashni boshlaymiz. Ana endi hamma mashaqqatlarni amallab, yengib, vaqt mashinasini ham yaratdik deylik. Bizni qanaqa paradokslar kutayotganini bilasizmi? Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Paradokslar. Vaqt mashinasiga oid juda ham ko'plab paradokslar mavjud. Men sizga ayrim mashhurlarni sanab beraman xolos. To'g'ri, bu paradokslar bunaqa ishlamaydi. Aslida ularni to'g'ri deb ham bo'lmaydi. Lekin vaqt mashinasi haqida gap ketganida ularga to'xtalib o'tmaslik ham g'alati bo'ladi. Birinchi, eng tushunish osonidan boshlaymiz. Tasavvur qiling, siz vaqt mashinasini yaratdingiz va u yordamida o'tmishga qaytdingiz. U yerda bobongizni yoshligini topib olib, uni o'ldirasiz. Bobongiz o'lgani sabab dadangiz dunyoga kelmaydi. Dadangiz dunyoga kelmagani sabab siz ham tug'ilmaysiz. Bu degani vaqt mashinasi yaratilmaydi. Vaqt mashinasi yo'q ekan, demak siz ham o'tmishga qaytib bobongizni o'ldirmagan bo'lasiz. Oqibatda esa bobongiz uzoq umr ko'radi. Buni natijasida dadangiz dunyoga keladi, so'ngra siz tug'ilasiz. Siz borligingiz esa vaqt mashinasi yaratilishiga sabab bo'ladi. Qarab, sizga vaqt mashinasi sabab siz o'tmishga qayta olasiz. Yana bobongizni o'ldirasiz, yana dadangiz va siz tug'ilmaysiz. Vaqt mashinasi mavjud bo'lmaydi, demak bobongiz o'lmaydi. Bu degani dadangiz va siz dunyoga kelasiz. Vaqt mashinasini yaratasiz. Ana endi ikkinchisi.
Xavotir olmang, bu paradoksda hech kimni o'ldirish shart emas. Biror bir mashhur kitobni olamiz va u bilan vaqt mashinasi orqali o'tmishga qaytamiz va kitobni muallifini topib, o'zi yozgan kitobni muallifni o'ziga ko'rsatamiz. Bu nima beradi deysizmi? Hammasi mana shundan boshlanadi. Muallif kitobni ko'rgach, bu kitob demak azaldan mavjud degan fikr keladi unga va u hech qachon umri davomida bunaqa kitob yozmaydi. Lekin sizning qo'lingizda kitob bor. Shunda kitobni muallifi o'z-o'zidan g'oyib bo'ladi. Ya'ni kitob yo'q joydan paydo bo'lgan bo'lib qoladi. Bu bir qarashda kulgili bo'lib tuyulishi mumkin, lekin juda ham ayanchli. Tasavvur qiling, atrofimizdagi hamma narsa mana shunday o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan holatiga o'tib qolsa, nima bo'ladi? Biz buni yaratmaganmizmi? Demak, uni tushunmaymiz, rivojlantirishni bilmaymiz, sozlay olmaymiz. Bu degani inson rivojlanishdan sekinlashadi, ahmoqlashib boradi, qoloqlashadi va oqibatda yer yuzi tanazzulga yuz tutishi mumkin. Uchinchi paradoksga to'xtaladigan bo'lsak, bu ko'proq nazariyaga mos keladi. Unga ko'ra siz o'tmishga qaytib biror bir voqelikni o'zgartiradigan bo'lsangiz, siz kelgan asosiy olamda hech narsa o'zgarmaydi. Aksincha, siz o'zgartirgan voqelik nuqtasidan boshlab yangi parallel olamni yaratasiz, ya'ni yondosh olamni. Marvel filmlarining syujetlari aynan mana shu nazariyaga tayangan holatda tuzilgan. I finally learned to control the time slipping. How? I'm out of options, Sylvie. Siz bu paradokslarga yechim topgan taqdiringizda ham, vaqt mashinasini yaratishga muvaffaq bo'lganingizda ham yana bir javobi topilmagan ulkan muammo bor. Bu makon tushunchasi. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi. Makon noaniqligi. Har bir obyekt vaqt o'qi bo'ylab harakat qilar ekan, baribir u doimiy tarzda o'z makonini o'zgartirib turadi, hattoki u harakatsiz turgan bo'lsa ham. Chunki siz qanchalik tosh qotmang, Yer sayyorasi Quyosh atrofida aylanishda davom etaveradi. Quyosh esa galaktika bo'ylab suzmoqda. Butun boshli galaktika esa koinot bo'ylab qaysidir qora materiya ta'sirida noma'lum tomonga qarab harakatlanadi. Ya'ni Yerdagi mutlaq harakatsiz bo'lgan oddiygina tosh ham har lahzada koinot bo'ylab o'z makonini o'zgartiradi. Chunki borliq doimo harakatda. Yechimi ilojsiz bo'lgan muammo shu. Hozir sizga oddiyroq, soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, siz agar o'tmishga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, aynan qayerga borishingiz kerakligini zargarona aniqlikda bilishingiz kerak. Aytaylik, men turgan mana shu bino o'rnida 1000 yil avval nima bo'lganini bilmoqchi bo'lsam, Yer sayyorasi, umuman mana shu galaktikamiz hamma borliq 1000 yil oldin koinotning qaysi burchagida, qaysi nuqtasida bo'lganini aniq va tiniq bilishim kerak. Birgina arzimas mikrosekundlik kichik xato ham meni dengiz ustida yoki ochiq koinotda yokida yaqin kelgan taqdirimda ham bir necha ming kilometr yer qa'rida paydo qilishi mumkin. Bu muqarrar o'lim degani. Vaqt mashinasiga o'tirdingiz, jenteraga o'tirdingiz, nimani terdingiz, lokatsiyani terdingiz, bilingiz hammasi shodki, bosiz knopkani siz mana shu inersiya deydi. Mana bu mashinada ham seziladi, mana bu to'xtab nima qilish inersiya deyiladi. O'sha inersiya bilan birga 230 obshi qo'shilganda bir salkam 1000 km/sekund inersiyasi bilan birga o'sha eski yerga tushib qolasiz. Va shunda tasavvur qiling, mana bu 1000 km/sekundga yuradigan mashina birdaniga to'xtatib bo'ladi. Xuddi shunaqasini olamiz. Ya'ni yerga nima bo'lib, ishqilib nima bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo lokatsiyani to'g'rilashga topishga vaqt bo'lgan paytda biza taxminiy bir 100 ming kilometrda qolamiz. Bu kosmosda qolib ketamiz, bunda qolib ketamiz Quyoshda. Mana shunaqa. Bitta misol bor. Vaqt mashinasini yaratish qanchalik qiyinligini tushuntiradigan. Juda yaxshi ko'raman. Siz deydi, mana uyda o'tiribsiz deydi. Sergelidan misol Yunusobodda o'tirgan bo'lsangiz, Sergelidan bittasi o'q otdi deydi. Shu o'q kelishi kerak. O'q kelayotgan paytda pinset bilan chumolini olib shu o'qqa o'tirgizishingiz kerak. Vaholanki chumoli o'lmasligi kerak. Mana shunchalik qiyin, ya'ni. Qisqa bo'ladi, teoriyada qisqa bo'ladi, lekin mana shunaqa. Bir ikkita kinolar, nimalar juda ana bu paradoks qilish yaxshi ko'radi. Даже tот же Terminator xuddi shunaqa paradoks yaratgan. Aslida unday emas. Aslida bunda hammasi qiyin. Aslida fizikani bilish bu fizika haqida gapirish emas. Bu fizikani o'rganish, bu savodlab bitta
ularni hech bo'lmasdan nima qilib nerv bo'lib kofe ichib mana shunaqa narsa. Qo'shimcha ma'lumot: Moskva oliygohidagi vaqtni o'rganish instituti rasman yopildi. Ishonasizmi? Vaqt mashinasini yaratish ilojsiz ekanini deyarli hamma olimlar bilishadi. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, ular hech qachon harakatdan to'xtashmaydi. Chunki insonmiz. Bizda doim zarracha bo'lsa-da umid va mo'jizaga bo'lgan ishonch doim topiladi. Lekin bir narsani unutmang. Vaqt insoniyat uchun o'lchov sifatida yaratilgan maxluqotdir. Uni oldida biz doim ojizmiz. Bu g'ayb ilmi hisoblanadi. Uni boshqarishga urinish bizni faqatgina halokatga yetaklaydi. O'tmishni o'ylagan inson g'amga botadi. Bo'ldi, o'tib ketdi, o'tmishga aylandi. Har qancha dodlasangiz ham u qaytib kelmaydi. Kelajakni o'ylash esa sizni tashvishga soladi. Hali u keladimi, yo'qmi, bunga kafolat ham yo'q. Sizda nima bor? Aynan bugungi kuningiz. Buguningizni mazmunli qiling. Ayni soatda, ayni daqiqalarda, ayni lahzada yashashni o'rganing. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi karta raqamlariga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Oqar suv oqmoqda vaqt, dilda keder ketmoqdaman. Kelsa 18 yoshim. Ha, davay. Ha. Yana muhabbatdan Aylansa boshim. Ha. Sen ham yana kelarmiding? Ayt qalam qoshim. Qaytib kelarmisan yana? Yoshligim mening. Yoshligim mening.